Uyga borib yig'lab, endi bo'lmay o'qimayman. Ingliz tilini o'sha kichkinaligimdan boshlab o'rganganman. O'sha kichkinaligida nimadirga qiziqtirsa, keyinchalik olib ketishi oson bo'ladi. Men reading, listening, speakinglarim umuman o'smagan bo'lgan. Keyin 7,5 bo'ldi va hozir mana 8 ga yangiladim. Skriptini ochasiz, skriptini ochib turib o'sha joyiga borasiz. Ya'ni o'sha hisobda 4,5 oy o'qidim saytda. O'zi SAT bilan IELTS bir-biriga umuman bog'liq emas. O'zi o'sha SAT o'rganishdan maqsad Amerikaga ketib bo'lmagan boshda. Unaqa maqsadim bo'lmagan. Qamoqda juda pozitiv bo'lganiga rosa yoqib ketdi. Hali Toshkentga ketib qolganman, shu bilan o'quvchilar boshqa o'quvchiga o'tib ketgan. Xo'p, o'zi unaqa juda ko'p kitob o'qimayman. O'zi kitob o'qishga yaqinda boshladim. Uchun ingliz tilini o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Assalomu alaykum. Johnny Academy o'quv markazi YouTube obunachilari, YouTube kanalimizda xush kelibsiz. Bugun Johnny podcast loyihasida yana bir ustozimiz, Sherina Bonu ustozimizni yoritib bermoqchimiz va bu ustozimiz bilan bir suhbat qilishga qaror qildik. Bu ustozimiz aslida kim, nimalarga qiziqadi, qanaqa dars o'tadi va ustozimiz umuman shaxsiyatini ochib bermoqchimiz. Xush kelibsiz, Sherina Bonu. Assalomu alaykum. Xo'p, ko'pchilik o'quvchilar sizni bilishi mumkin yo bilmasligi mumkin. O'shaning uchun birinchi o'rinda keling o'zingizni tanishtirsangiz, boshidan boshlab o'zi Sherina Bonu kim, qayerdan boshlagansiz va hozirgi holatingizgacha kelishingiz. Xo'p, ismim Sherina Bonu, familiyam Borixo'jayeva, yoshim 19 da. O'zim Dalvardzin boshqacha qilib aytganda 1-sovxozda tug'ilib o'sganman. O'sha yerda 11-maktabda o'qib ta'lim olganman. Keyin ingliz tilini o'sha kichkinaligimdan boshlab o'rganganman. Qanaqa bo'lgan? O'zi maktabga chiqmasimdan oldin xolajonim ingliz tili o'qituvchisi bo'lganlar. O'shandan boshlab menga 1-sinfda o'tiradigan narsalarni o'rgatganlar. Alifboni o'zini tanishtirish, shunaqa narsalar, sanashlarni o'rganganman. O'shandan boshlab menimcha qiziqishim boshlangan deb o'ylayman. Chunki o'sha kichkinaligida nimadirga qiziqtirsa, keyinchalik olib ketishi oson bo'ladi. Menda ham shunaqa bo'lgan. O'sha 1-sinfga borganimda 1-sinfda o'tiradigan narsalarni bilardim. O'shaning uchun ham ingliz tilidan yaxshi bo'lganim uchun keyinchalik boshdan qiziqib ketganman. Keyin o'sha maktabda o'qirdim, maktabda yaxshi o'qirdim, lekin repetitorga borishni ingliz tilidan 8-sinfda boshlaganman. Birinchi bo'lib Nasiba Kamolova o'zimizda dars berardilar. Repetitorlik ham qilardilar. Ularga borganman. Grammatikani o'rganishni boshlaganman. 7 oylar, adashmasam 7 yoki 8 oylar mobaynida o'sha grammatikani o'rganganman. Keyin oxirgi borib ozgina zerikib qolganman-da, o'sha grammatik mavzular qiylashib ketgan, tugatganmiz. Qizil Murphyni tugatganmiz. Keyin siyohrang Murphy bor edi. Uni tugatganmiz. Undan keyin asosan DTMga tayyorlaganlar o'sha 11-sinf o'quvchilarini. Ular shu grammatik mavzular murakkablashib ketgandan keyin tashlab qo'yganman. Shu bilan tashlab qo'ygan paytim bahorlar edi. Keyin shu bilan yozda bormaganman, yozda dam olganman. Keyin 9-sinfda shu Johnny Academy'ning o'ziga kelganman. O'sha paytda test yechib ko'rganman. Testda o'sha kirish testidan 33 ta yechganimni eslayman. 33 ta o'zi aslida pre-intermediate darajaga to'g'ri kelardi, lekin o'sha elementaryni oxiridan qo'yilganman. Sababi menda grammatika zo'r bo'lgani bilan reading, listening, speakinglarim umuman o'smagan bo'lgan. Faqat grammatikam kuchli bo'lgan. Shuning uchun ham o'sha elementaryni oxirroqdan o'zingizda o'sha guruhingizda o'qiganman. Keyin shu bilan o'sha darajalarni tugatib, IELTS o'qib, shu yoqda IELTS oldim. Birinchi natijam 6,5 bo'ldi. Undan keyin dars berish boshladim. Support teacher lavozimida, undan keyin main teacherlikka o'tdim, keyin 7,5 bo'ldi va hozir mana 8 ga yangiladim. Yaqinda kirib chiqib IELTSdan 8 oldingiz. Xo'p, bu haqda keyinroq gaplashamiz. Hozir menda bir savol tug'ilib qoldi shu joyda. Ya'ni siz grammatikani o'qib kelgansiz, grammatikadan xabaringiz bo'lgan va test yechganingizda 33 ta yechgansiz. Bu pre-intermediate ga to'g'ri keladi. Lekin o'sha sizni elementary darajaga qo'yganmiz. Ko'p o'quvchilar bunaqa holatda norozi bo'ladi. Men bilardim, yaxshi edim, meni pasportga qo'ydi deb norozi bo'lib ketib qolish holatlari bor. O'qituvchidan norozi bo'lish holatlari bor. Nima deysiz shunga? Bu to'g'rimi, noto'g'rimi bu?
To'g'risi menda o'sha paytda unaqa narsa bo'lmagan, chunki men o'qiganimda o'sha biz daraja o'tmasdik, o'sha beginner, elementary, pre-intermediate qilib o'tmasdik va darajalardan ham unchalik xabarim yo'q edi. O'sha guruhga qo'yilganda u guruh elementaryligini ham bilmaganman, lekin o'sha o'tilayotgan mavzuni o'sha birinchi kunidan some any mavzusi bo'lgan. O'sha mavzuni siz kim biladi deb so'raganingizda men bilardim bu mavzuni, keyin hamma o'tilayotgan grammatik mavzular bilardim oldindan. O'shanda birinchi kundan siz o'sha dars o'tib bering degansiz. Keyin men o'zi birinchi kunim hayajonlanib yotibman, keyin doskaga chiqib tushuntira olmaganman, lekin harakat qilib ko'rganman, rosa hayajonlanganman. Keyin yana o'zingiz tushuntirib bergansiz. O'quvchilarga keladigan bo'lsak, hozirgi holatda rostdan shunaqa. Menimcha o'sha ko'proq IELTS ga urg'u bera olishadi o'quvchilar. IELTS o'qisa zo'r, bu yoqdan o'sha general Englishni kuchaytirmaydi. Men unaqa holat bo'lmagan, lekin noto'g'ri deb o'ylayman bu narsani, chunki IELTS ham o'sha nimani tekshirib beradi, ingliz tili bilish darajasini tekshirib beradi. Shuning uchun ham agar vaqt orqaga qaytganda yana ham general English'imni kuchaytirib, IELTS ni juda kam vaqtda tayyorlangan bo'lardim. Ya'ni sizda ham qanchadir muddatda shunaqa holat bo'lganda demak. General English'dan ko'ra IELTS tayyorlanishni xohlagansiz ko'proq. Unaqa deya olmayman. Pre-intermediate tugatib, o'sha IELTS gruppaga o'tganman. IELTS o'qish jarayoni cho'zilib ketgan, sababi intermediate'da tugatmagan bo'lganman yoki undan ham yaxshiroq darajada bo'lmaganman, qiynalganman. Shuning uchun orqaga qaytganda shunaqa qilgan bo'lardim. Juda yaxshi. Xo'p, demak, hozir endi IELTS bo'yicha gaplashsak ozgina. Xo'p, IELTSdan 8 oldingiz va asosiy qismlari gaplashsak, misol uchun listeningdan overall listening qismi 8,5 bo'ldi. Qanday qilib mana shu natijaga erishdingiz? O'zingizni aynan o'zingiz qilgan amaliy ishlaringizni aytib bersangiz, shundan o'quvchilar ham manfaat topib, ular ham o'zlari qilsa zo'r bo'lardi. Xo'p, o'zi listeningga hamma narsa qilib ko'rganman. O'sha hamma aytilayotgan texnikalarni sinab ko'rganman, chunki hammaga har xil narsa ishlardi. Boshidan agar keladigan bo'lsak, uncha ko'p YouTube ko'rmasdim, lekin asosan listening kitoblar bajarganman. Listening Tactics kitobini birinchi adashmasam bajargan kitobim shu bo'lgan, shu 3 ta qismli bo'lgan. O'shani tugatib IELTS gruppaga o'tish kerak bo'lgan. Uni bajarganman. Undan keyin listening tactics qilayotgan paytda endi sekin-sekin YouTube'da narsa ko'rishi, videolar ko'rishi, podkast eshitish boshlaganman. Keyin skript yozish ham bo'lgan. Skript yozish holatda o'sha 6-6:30 gacha chiqib olgunimgacha skript ham yozganman. Asosan o'sha Cambridge'da audiolarini olib, yechgan testimizni skriptini uyga o'zingiz berib olardingiz. O'shalarni yozib kelardik. O'sha foyda bergan. Keyin o'sha darajangiz yaxshilangandan keyin bitta bosqichda 6-6:30 gacha qolganingizdan keyin skript yozishni sekin to'xtatib, asosan o'sha YouTube videolar ko'rishga o'tsangiz bo'ladi, podkastlar eshitsangiz bo'ladi. Ya'ni kimdirlar menga YouTube videolar yo podkastlar zerikarli deydigan bo'lsa, masalan kino ko'rsa bo'ladi. Men ham kino ko'rishni ham sinab ko'rganman, podkast ko'rishni ham, video ko'rishni ham ko'rganman. Kinoda lekin unchalik ko'p kino ko'rmaganim uchun u unchalik ko'p ko'rmaganman, unchalik ish bermagan. Lekin uni ham qilib ko'rganman. Shunaqa. Podkast, video, kinolar yordam beradi deb o'ylayman. Demak, hammaga har xil narsa tushadi degani juda zo'r, to'g'ri gap bo'ldi. Buni ko'pchilik bilmaydi va ko'pchilik o'ziga qaysi yo'l to'g'ri tushishini ham bilmaydi-da. Shuning uchun sinab ko'rish kerak, qaysi metod sizga yoqyapti va o'shanda his qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizga yoqayotgan bo'lsa, o'sha usulda davom ettirishingiz kerak. Masalan, meni bir do'stim bo'lgan. Endi u IELTS sohasiga ketmagan, lekin IELTS ga tayyorlanish davrida u eng yoqtirgan ish kino ko'rish bo'lgan. O'sha kinolarda originalini ingliz tilida ko'rganligi uchun listening qismi overall 8,5 bo'lgan, qolgan qismlar hammasi 6 bo'lgan. Ya'ni listening juda baland chiqqan, nimaga umuman praktikangiz qilmagan, deyarli qilmagan, faqat kino ko'rgan. Shu orqali rivojlangan. Demak, sizda ham o'sha shunga yaqinroq metod bo'lgan ekan, ya'ni siz ko'proq YouTube bo'yicha video ko'rgan ekansiz, darsligimga o'xshab. Ko'pchilik o'sha hayron bo'lib so'raydi, misol uchun 7,5 olgan paytimda ham listeningim 8,5 chiqqan bo'lganda, so'rashadi, YouTube nima deydi, kinolar ko'rganmisiz deyshadi-da. Buni kino ko'rmaganman desam, qanday unaqada listening 8,5 chiqqan deydi. Misol uchun siz practice test yechib ham, faqat uni analiz qilib turib ham listeningizni oshirsangiz bo'ladi-da. Faqat kino ko'rishingiz yo podkast ham eshitib turish kerak, faqat podkast bilan oshirasiz degan qanaqadir qoida yo'q deb o'ylayman.
mana 8,5 bilan 9 orasi juda kam-ku farqi. Nima 9 ga yetmay qolyapti sizga masalan? Ikki safardan beri listening 8,5 chiqyapti ekan. Nima sabab bo'lyapti 9 ololmasligingizga? O'z birinchi listeningim 8,5 chiqqanda unda 8,5 yilni qo'ygan, 37 ta chiqqan. Ikkinchisida 38 ta chiqqan, lekin ikkinchisida 9 kutayotgandim. Lekin oxirgi borib o'sha listeningdan 9 ga uraven bo'lgani uchun tashab qo'yganman hozirroq. Listening oson, 9 olaman deb o'ylandim. Keyin tashab qo'ydim. Keyin imtihon kuni nima bo'ldi? O'zim aniq bildim, bir 8 chiqib qolishini ham kutayotgandim listeningni. 2-3 tasini konsentratsiyami bilmadim, nimadirdan o'tkazib yubordim. Bildim, yoza olmaganim bo'ldi. 2 tami, 3 ta xato bo'ladi deb o'ylagandim, lekin 2 ta xato bo'lgan ekan, 38 ta bo'ldi. Bitta yetmay qoldi shu 9 ga. Juda yaxshi. O'sha yetmay qolishiga, ya'ni sizni o'zingizga ortiqcha ishonib borib, praktikani to'xtatib qo'yganingiz bo'lgan. Consistency oxirgi borib sal to'xtab qolgan listeningga. Ya'ni muntazam qilmagansiz. Yaxshi. Men o'zimdan tajribamdan aytadigan bo'lsam, 8,5 dan 9 ga ko'tarilishda deyarli practice test qilmaganman, lekin bitta narsani ko'p qilganman, bu bo'lsa stand-up komediyalari, ingliz tilidagisini ko'p ko'rganman. Stand-up shoular bo'lgan va u yerda siz o'sha ingliz tilini tushunishingizdan tashqari o'sha gapirilayotgan gapni tagidagi ma'noni ham tushunishingiz kerak va shunda kula olasiz. Ba'zida shunaqa boshida shunaqa bo'lgan, shuni auditoriya kulib yuboradi, men jim tushunmay turibman. Nimadir bo'lib shekilli deb qaytarib eshitib ko'rardim. Keyin tushunishga harakat qilib, u yerda nima ma'no borligini bilishga harakat qilib, oxirida o'sha stand-uplarni zo'r tushunadigan bo'lib ketganman. Va o'sha meni IELTSda 9 listeningdan 9 olishimga foyda qilgan deb o'ylayman. Mana shu narsani ham ko'p eshitgandim. O'sha ko'plab o'sha instruktorlar ham aytadi, tilni o'sha har qanaqa tilni eng zo'r o'rganish yo'li deyshadi. Endi o'zlaridan kelib chiqib aytadi. O'sha sitcomlar ko'rish. O'sha qiziqarli, o'sha kuldiradigan nimalar ko'rish deb aytadi. Ya'ni sitcom bu o'sha seriallar ko'pincha. Sitcom deganda, misol uchun bitta xonada yoki bitta joyda olinadi, bo'ldi. Kimdir kiradi, kimdir chiqadi, faqat gapirishdan iborat bo'lgan serial deymiz buni. Lekin mana bu stand-up shoular boshqa, bir kishi chiqadi, bir kishi chiqib prikol qilib kuldirib o'tiradi, shunaqa narsa. Xo'p, endi demak listeningiz shu bo'lgan ekan. O'quvchilarga mana listeningdan praktika qilish borasida qanaqa tavsiyalar bera olasiz? Listening qilyapti. Qaysi darajada masalan? Masalan, 5,5 dan ko'tarish bo'yicha qiyinchilik bo'ladi ko'pchilikda, 6,5 dan 7 ga ko'tarishda qiyinchilik bo'ladi va 7 dan 8 ga chiqishda qiyinchiliklar bo'ladi. Har bitta daraja uchun qanaqa tavsiyalar berasiz? Xo'p, 5,5 degani bu audioni deyarli tushunmayapti deganda. Qaysidir joylarda tushunib yozib qo'yapti degan. Unaqa holatda aytgan bo'lardim, o'sha skript yozish bilan yaxshi ko'tarib olsa bo'ladi. Skriptni yozadi aytganimdek 6,5 ga chiqib qoladi. Undan keyin 6,5 dan keyin 7+ ga chiqarish uchun ham nima qilsa bo'ladi? Asosan podkast videolari tavsiya qilgan bo'lardim, chunki o'sha 7+ ga chiqish uchun audioni bir 80% nima tushunishingiz kerak-da va 90% ni ham desak bo'laveradi, chunki qolgan 8+ ga nima ketadi? 8+ ga testni ishlash bilishingiz kerak. Testda o'zining texnikalarini, qaysi joyda qanaqa yozish kerak, texnika bilan keyin 8+ qilib olsangiz bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi texnikani o'rganib olib turib, audioni tushunmasak-chi? Unaqada hech narsa ish bermaydi. Sizni o'sha qanchalik tushuna olishingiz baribir ko'rsatib beradi listening. Chun baribir. Tushunmasangiz texnikaning foydasi yo'q. Tushunmasangiz texnikaning foydasi. Shunaqa juda yaxshi. Xo'p, o'zingizdan ham mana shunaqa bo'lganmi? Misol uchun, aynan listeningda o'zidami yoki boshqa seksionlarda, ya'ni bitta balda to'xtab qolasiz. Oshmaydi. Menda o'sha listening reading boshidan baland bo'lmagan. Listening readingim 6,5 da juda ko'p qotib qolgan. 7+ ga chiqarishim qiyin bo'lgan. Keyin nima bo'lgan? Xo'p, listeningni eslayman 6,5 dan 8,5 ga birdaniga chiqib ketdi. O'sha birinchi topshirganimda listeningim 6,5 bo'lgan, keyin 8,5 bo'lganda nima qildim desam, o'sha testlarni olib turib, skriptini ochib, bo'ldi, analiz qilib chiqardim. Skriptini ochib, har bitta o'sha so'zlari bo'ladimi, har bitta savoli mohiyatini tushunib chiqardim. Qanday qilib menga trap qo'yapti, qanaqa qilib men uni trapga tushyapman yoki qanaqa sinonimlar ishlatyapti.
qanaqa sinonimlar ishlatyapti shuni analiz qilib chiqdim и so'zlarni polniy o'rganib chiqdim. Shunaqani ko'p qilaverdim. Keyin yana nima qildim? Listeningni har bitta testga yechimni testimni har bittasini shunaqa qilib chiqdim. Asosan authentic materiallardan foydalanib shunaqa qilib chiqdim. Authentic materials ya'ni ishonsa bo'ladigan, Cambridge tomonidan chiqariladigan materiallar. Juda yaxshi. Xo'p. Demak siz o'sha skript bilan ishlab chiqqan ekansiz. O'sha qanaqa xatolar qayerga ketyapti, qopqonlarda qayerga tushib qolyapti, shuni analiz qilib chiqqansiz. Ko'pchilik analiz qilmaydi-da shu narsani. O'sha nima uchun analiz qilish kerakligini bilmaydimi? Nimaga o'zi o'quvchi analiz qilmaydi bu narsani? Sizda ham bo'lganmi yo boshidan analiz qilib borganmisiz? Yo'q, menda ham bo'lgan. Shu siz ko'p aytardingiz, analiz qilish kerak derdingiz. Analiz qilishni ham analiz qilyapman deb o'ylash mumkin nazarda, lekin qilmayotgan bo'lish mumkin-da. To'g'ri analiz qilish bilish kerak. Masalan, men ham analiz qilardim deb o'ylardim. Qanaqa analiz qilardim? Savolga qarardim, noto'g'ri topibman. Xo'p, eshitib ko'rardim. Ha, shunaqa ekan derdim. Javobi shunaqa ekan, bo'ldi. O'sha qayta eshitib chiqsam analiz qilyapman deb o'ylardim. Lekin to'g'ri analiz qanaqa bo'lar ekan? Misol uchun, o'sha savolga aslida to'g'ri javob nimaga unaqa bo'ladi? Yozib chiqsangiz ham bo'ladi. Masalan, mana shu javob to'g'ri bo'ladi, chunki men yerda mana bunaqa sinonim ishlatgan. Yoki nega men xato qildim? Chunki mana shu trapga tushib qoldim. Yoki men bu narsani tushunmadim, yoki konsentratsiyam buzildi. Hammasini sababini yozib chiqib turib analiz qilsangiz, effekti ancha yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni bitta savolga ikkita o'quvchi bir xil xato qilgan bo'lishi mumkin, lekin ikki xil sababdan qilgan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni siz shuni aytmoqchisiz. Sababni topib chiqdingiz va analiz qilishda ko'pincha o'quvchi bunday qiladi. Misol uchun boshqa so'z yozib qo'ygan bo'lsa, eshitib ko'rsa, javobdagi so'zni aytib qo'ysa, bo'ldi, shu ekan deb o'tib ketaveradi. Shunaqa holat. Men bilardim buni. Eshitdim buni deb. Aslida misol uchun to'g'ri analiz qilishda misol uchun 1 2 3 qadamlar qanaqa bo'ladi? Aynan Listeningda. Xo'p, birinchi bo'lib o'sha echib bo'ldingiz. Echib bo'lganingizdan keyin mayli javoblarni tekshiraylik, lekin javoblarni yozib chiqmang. To'g'ri javoblarni yozmaysiz, faqat x qilib ketasiz. Keyin nima qilasiz? Har bitta xohlasangiz to'g'ri javoblaringizni ham yozib chiqing. Chunki o'sha qaysidir joyda siz bilmasdan topib olgan bo'lishingiz mumkin. Agar yo'q, nima qilmayman degan bo'lsangiz, xo'p, hatto javoblaringizga qaraysiz va uni let's say anaqa skriptini ochasiz. Skriptini ochib turib o'sha joyiga borasiz yo boshdan tarjima qilib kelasiz. O'sha joyga kelganda, xo'p, mana shu gapda deb shu javob olinishi kerak ekan desam, misol uchun sinonimini yozib chiqasiz. Mana shu gap bilan bu gap sinonim bo'lgan. Shuning uchun ham shu javob to'g'ri bo'ladi. Har bitta savollarga o'sha xato qilganlaringizga shunaqa yozib chiqsangiz, o'shanda bu javob to'g'riligini sababi nima? Siz belgilagan javob nimaga noto'g'ri? Chunki o'sha listening IELTS shunaqa test faqat sinonim bilan nima qiladi? Har bitta o'sha listening readingda ham faqatgina o'sha sinonim bilan javob keladi. Shu narsani yaxshi tushunib olish kerak. Har bitta javobda orqasida sinonim yashirilgan bo'ladi. Boya aytdingiz, mana 6.5 dan birdan 8 ko'tarilib ketdi dedingiz. Va bu endi birdan bo'lmagan, aniq. Lekin o'sha 6.5 da ko'p qolib ketgan bo'lishingiz kerak. Va o'sha paytda o'zingiz qanaqa his qilgansiz? U paytda o'sha mo'k bo'lardi. Har mo'kda juda depressiyaga tushib qolaverardim. O'sha listening readingim past chiqqanda, overall score'm kamdan kam boshda 6.5 chiqarardi. O'shanda keyin bir xil holatlarda o'sha yig'lardim ham. Keyin bir marta shunaqa bo'lgan, jonimga tegib ketgan, hadeb shunaqa chiqavergan, 6.5 chiqavergandan, bu yoqda practice testlarim yaxshi chiqyapti-ku, nega unaqa bo'lyapti deb nima qilardim. Keyin bir marta mana bunaqa bo'lgan, o'sha uyga borib yig'lab, endi bo'ldi, men o'qimayman deganmanda, keyin sizga aytganman, bo'ldi, men bir hafta darsga bormayman deganman. Keyin siz nemagansiz? Keyin bir kun o'tgandan keyin, lekin yana ertasi kun boraverganman. Bir kun prosta bormaganman, bir safar bormagan, keyingi safardan yana boraverganman. Lekin juda stress bo'lgan o'sha ololmaganimda yaxshi bo'ldi. Bu xuddi misol uchun bir katta tosh bo'lsa, o'sha toshni yorishga o'xshaydi. Uni bolg'a bilan 40 marta ursangiz yorilmaydi. 41-urilganingizda yoriladi va sizni o'sha 41-urganingiz uchun qattiqroq urganingiz uchun yorilmagan bu. O'sha 40 marta urganingizda ichidan dars ketib, sizga ko'rinmasdan dars ketib turgan va oxirida 41-udarda urganingizda tosh butunlay bo'linib ketadi. Bu shunga o'xshaydi. Ya'ni
ichidan o'sha sizni darajangiz oshib boravergan, lekin hali ko'rinmagan bu narsa va birdan o'sha 8,5 ko'tarilib ketganda ko'rinib qolgan. Menimcha qanaqa qilgan, o'sha listening qobiliyatim yaxshidan boravergan, ko'p podkast eshitib nimadir qilaverganman, lekin test jihatdan testing, ya'ni testni formatini yaxshi tushuna olmaganman, ya'ni sinonimligini uncha yaxshi bilmaganman. Hozir aytyapman, o'sha keyin analiz qilib chiqqanimdan keyin tushunganman, mana bunaqa sinonim qilib bu chalg'itar ekan. Keyin o'shada tushunib, keyin birdaniga oshib ketganman shu mumkin. Zo'r. Xo'p, endi readingga o'tadigan bo'lsak, readingni ham 8,5 olgansiz va o'sha qanday oldingiz, nima yordam berdi sizga 8,5 olishga? O'zingiz qilgan usullarni aytib bering. Reading har doim eng past chiqadigan sectionim bo'lgan. Reading eng qiynagan section bo'lgan. O'sha boshidan bilmadim nega unaqa bo'lgan. Balki yaxshi ko'rmaganman boshidan readingni. Passajlarni ham o'sha qiyin kelmasdi. Mockda qanaqa qilardim? Asosan javob to'g'ri topishga harakat qilaverardim. Passajni tushunishga emas, javob to'g'ri topishga harakat qilardim. Shuning uchun ham 6,5 ko'p chiqardi. Keyin nima qilganman? ELS degan kitob bor. O'sha kitob ham rosa foyda beradi. Uni o'sha reading comprehension uchun so'zlar bor. O'sha narsa yordam bergan deb o'ylayman. Keyin vocabulary yodlash. U ikkinchi topshirganimda 7,5 chiqqan. O'shalar bilan birga deb o'ylayman. Keyin o'sha Cambridge testlarini, authentic materiallarni, passajlarni analiz qilib, polni yechib chiqqanim foyda bergan. 7,5 olishimga, lekin 8,5 ga chiqishimga nima bo'ldi? Undan keyin ham uzilish bo'ldi, lekin o'sha SAT o'qish jarayoni bo'ldi. O'sha reading sectioniga reading bo'ladi SATda ham. O'shanda ham ozgina readingim oshdi deb o'ylayman. Unchalik oshmadi. Ba'zi IELTS'dan farq qilardi. Lekin o'sha 8,5 olishimdan oldin consistently bir oy qattiq praktis qildim. Asosan urg'uni readingga berdim. Test passage yechib analiz qildim. O'sha narsadan keyin muntazam ravishda qilgansiz. Muntazam ravishda har kun qildim. Har kuni qildim. O'sha narsa juda ham muhim deb o'ylayman, chunki birinchi o'sha IELTS topshirganimda IELTSimdan oldin deyarli umuman praktis qilmaganman. Mock olganmiz, o'sha mockda baland chiqib qolgan. O'shandan keyin 20 kuncha bo'lgan mockga, bu o'zimga ishonib o'rganmanda. Keyin 20 kuncha deyarli faqat podkast eshitib shunaqa qilib yurganman, shuning uchun ham past chiqib qolgan deb o'ylayman. Undan keyin shug'ullandim. Demak, siz SAT olgansiz, bundan keyinroq ham gaplashamiz. Bunga yetib kelganingiz, hozir reading bo'yicha gaplashyapmiz. Xo'p, o'sha readingda 8,5 olgansiz, 9 olishingizga nima yetmadi? O'zi 9 kutadim readingdan ham. Chunki anaqa testni juda tez bajarib oldim. 17 minut ortib qoldi. Keyin bunda faqat tekshirib o'tirdim. Balki nimadir bilmadim, nima yetmadi. Lekin hammasini to'g'ri topdim deb o'ylayotgandim. Nimadir xato qilganman shekilli. Lekin undan oldin o'sha tayyorlanayotgan jarayonda birinchi paperda tayyorlandim. Keyin hozir CDga o'tgan uchun birinchi paperda tayyorlandim. Paperda 8,5 chiqayotdi, 9 chiqmayotdi lekin. 8,5 chiqayotdi. Keyin CDga o'tgandan keyin birdaniga tushib ketdi. Qarasam CDda birinchi ochganimda 6 chiqib qoldi, nechadir chiqib qoldi. Keyin undan keyin sekin-sekin faqat CDda ishlashni boshladim, kompyuterda. Keyin kompyuterda ishlab, kompyuterga o'zimni o'rgatdimda, keyin 7,5 ga chiqdi. Keyin shunaqa qilib, oxirida bilmadim, full test yechmadim, nechaga chiqqanini bilmadim. Keyin shu bilan imtihonga kirib ketdim. Imtihonda juda oson bo'ldi reading menga. Bilmadim, chunki faqat readingga urg'u berganimga shunaqa bo'lib qoldimi? Oson bo'ldi va 9 kutayotgandim, lekin unaqa bo'lmadi. Bilmadim, 38 ta yechibman, 40 tadan. Yaxshi. Men o'zim kirganimda ham 40 tadan 40 ta yechdim deb o'yladim. Lekin bitta xato bo'lib qolibdi. Shunda 9 chiqqan reading ham. Lekin o'sha 20 minut oldin yechib bo'lganman. O'sha 20 minut oldin yechib bo'lganimda ham unga o'sha 20 minut qolguncha ham 2 martadan qayta tekshirib bo'lgandim. Menda ham shunaqa bo'ldi. Lekin bitta xato chiqdi, qaysiligini bilmadim. Balki shunaqa bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri. Demak, reading bo'yicha siz tayyorgarlik ko'rganlaringizni aytib berdingiz. Va readingda o'quvchilar aynan qaysi joylarda ko'p xato qiladi? Sizda ham o'sha to'xtab qolgan, qaysi katta xatoni qilib turgan paytlaringiz bo'lgan bo'lsa kerak? O'sha boshida qotib qolgan sababi comprehension bo'lgan. Tekstlarni tushunmaganman deyarli.
o'sha joyda ko'p xato qiladi deb o'ylayman. Ko'p o'sha praktikada sechaverardim. Xuddi men ham shunaqa qilganman. Praktikada sechaverardim, analiz deyarli qilmasdim. Bir orada qilib qolardim. Lekin qiyin kelmas, chunki past chiqardi. Past chiqqani uchun demotivatsiya bo'lardim-da, qilmayman derdim. Keyin ko'pchilik ham shunaqa qiladi, o'sha analiz qilmaydi, comprehensionni yaxshi bo'lmaydi, shunaqa testlarni yechib tashaveradi. O'shanda xato qiladi deb o'ylayman. Ya'ni tinmay praktikasiz yechish, analiz qilmaslik uni. Ko'pchilik shunday xato qiladi, o'sha siz aytgan xatolar qiladi. Ya'ni tekst tushunmaydi-da, lekin o'zicha qanaqadir sinonimlardan, nimadandir javob topishga harakat qiladi. Bularda bali katta ehtimol ko'p 5,5 dan oshmaydi. Va ko'p praktik qilgan bilan bu narsa oshirib qolmaydi. Keyin ko'pchilikda kuzataman, o'sha menda ham shunaqa bo'lardi. 6,5 readingim 6,5 bo'lgan paytda tekst tushunyapman derdim. Tushunyapman, lekin noto'g'ri chiqyapti derdim. Degansida to'g'ri tushunmayotgan bo'ladi-da o'sha holatda. Hozir ham ko'pchilik aytadi, tekstni tushunaman 100% deydi. Lekin past chiqaveradi. Degansida tushunmayotgan bo'ladi. Chala tushunayotgan bo'ladi. Chala tushunayotgan bo'ladi. Shunaqa. Ko'pchilik o'sha bilim bor yoki yo'q, ikkalasi bor xolos deb o'ylaydi, lekin o'rtada chala bilimman bor. Bu eng yomoni. Bilmasligingiz tan olasiz, lekin chala bilimda siz bilaman deb o'ylaysiz va u sizni chalg'itib qo'yadi-da va o'sha natijangiz ko'tarilmaslikka olib keladi. Xo'p, endi yana bir narsa bo'yicha gaplashsak, bu writing bo'limi. Writing bo'ldi, overall necha chiqqan sizda? Birinchisi, ikkinchi topshirganimda aytdim, sizda 6,5 chiqdi. Nimaga shunaqa bo'lib qoldi bunisi? Qanaqa bo'ldi? O'sha birinchi topshirganimda writing yozardim. O'sha sizni guruhlaringizda o'qiganimda ham juda ko'p writing yozardim. O'shaning uchun writingim yaxshi edi o'sha payt, lekin shu bilan umuman yozmay qo'ydim. Tanlayotgan paytimda bu yoqqa Toshkentga borib tayyorlandim. O'sha oxirgi topshirganimda Toshkentda o'qiyotganimda o'sha ustoz o'zi writing yozib berardi. Men o'shandan o'xshadi deb o'yladim. O'zi yozib berardi, bizga umuman yozilmasdi. Yozishga berardi, orada berardi, lekin checking kam bo'lardi. Orada tekshirardi. Tekshirardi. Shunda ham tekshirganda 7,5 olgan bitta support mentori tekshirardi. Feedback unaqa ko'p bo'lmadi. Men ko'p yozmadim ham. Qarasam, bu yoqda yozyapti, oshib qolsa kerak deb o'yladim. Bir ovqat yesa sizni qorningiz to'yib qolsa kerak deb o'ylagansiz. Bir nima o'rgatyapti-ku endi. Oldingiz 7 chiqqani, hatto 7 chiqib berar, ichim bo'lsa kamida bo'lmaganda 7 chiqib berar deb o'yladim. Lekin o'ylab qarasam, siz strukturasini ko'p unutib olgan ekanman. Baribir writing yozishingiz bor. Writingda ham shunaqada zo'r yozganingiz bilan struktura ularni kriteriyalarga tushib bermasangiz, baland bo'la olmaysiz. Ingliz tili zo'r bo'lsa ham, bu yoqda 9 speakingiz, qolganlar 9 bo'lsa, bu yog'i 6,5 bo'lib turishi ham mumkin. Nimaga o'sha kriteriyalarni o'rganib chiqmagansiz, o'shalarga to'g'rilab yozib bera olmagansiz. Shunaqa qilib yozgan bo'lish mumkin. Demak, writingni oshirishning eng yaxshi yo'li nima deb o'ylaysiz? Yozish kerak. Yozish. Keyin o'sha 6,5 olganimda, score breakdown ko'rsam, task 1 va task 2 da ham ikkalasida ham 3 ta 7 bitta 6 ekanda. Agar hatto o'sha task 1 da yoki task 2 da bittasi 7 bo'lganda ham overall 7 chiqishi mumkin bo'ladi. Aynan qaysi qismida 6 chiqib qolgan? Unisini ko'rolmadim. Birinchisimi, yozib bermoqda, esimda yo'q ekan unisi. O'sha qatoridan ham bilsa bo'ladi. Xo'p, mayli, u bo'yicha keyinroq. Xo'p, writingda eng oson yo'li, mana oson rivojlantirishda writing yozasiz bir mavzuda o'zingiz va uni ustozga tekshirtirasiz, feedback olasiz va o'sha feedbackdan o'rganib turib qayta yozasiz. Shunaqa eng yaxshi usul. Hozir men o'sha yana writingimni oshirish niyatidaman. Baribir o'zim instruktor bo'lganim uchun o'quvchilarga o'rgata olishim kerak. 6,5 writing bilan nimadir o'rgata olaman deb o'ylayman. O'rgatsa bo'ladi, lekin yaxshiroq ball oldirish uchun yana oshirmoqchiman. O'shaning uchun nima qilmoqchiman? O'sha writing yozaman, deylik full yozmasam ham yoki full yozaman, farqi yo'q. Introduction yozaman. Uni qilib ko'rdim ham, ChatGPTga beraman. ChatGPT hozir zo'r feedback beradi. ChatGPTga beraman. U menga mana suggestionlar beradi. Mana bu joyda bunaqa qilsang bo'lardi, yoki grammatika mana uni xato ishlatgansan, bu so'zni noto'g'ri ishlatgansan. Shunaqa qilib ko'rdim. 2-3 ta versiya qilib bitta o'sha mavzuga introduction yozib ko'rmay, oxirida o'sha yaxshi levelli 8,5 lik, 9 lik qilib writing qilib, introduction qilib yozib ko'rdim. O'sha narsa ham zo'r foyda beradi deb o'ylayman. O'sha ayniqsa ChatGPT zo'r foyda beradi, feedback berish uchun. Skorni noto'g'ri berish mumkin, lekin feedbackda zo'r beradi deb o'ylayman.
Shunaqa endi ChatGPT bu language model, ya'ni til modeli sizga o'sha to'g'ri baho bera olmasa ham, baho so'ramaslik kerak undan ko'pincha. Undan o'sha o'zingiz yozganingizni tahlil qilib berishni, qanaqa yaxshilash mumkin, qayerda xato qildingiz, qanday, qaysi joyda yaxshiroq yozish mumkinligini so'rasangiz, o'sha maqsadda foydalansangiz, zo'r sizga ustoz vazifasini o'tab beradi writingda. Hattoki o'sha eng zo'r ustozlardan ham yaxshiroq feedback beradi u va tez, misol uchun xohlagan paytingizda yozib, tezda o'sha o'zingiz yozganingizga feedback olishingiz mumkin. Xo'p, yaxshi. Endi speakingga gaplashadigan bo'lsak, siz eng qiziqadigan, yaxshi ko'radigan qismlardan biri speaking desak bo'ladi? Ha, oldin ko'proq qiziqardim. Hozir nega qiziqmayapsiz? Qiziqaman. Qiziqaman desam bo'ladi, lekin oldin bundanda kuchliroq, o'sha o'zim praktik qilayotgan paytlarda. Chunki o'sha shadowing degan narsani o'rgatgandingiz o'zingiz, shadowing qilishdan qiziqib ketganman speakingga. O'sha birinchi haligi momentni ham aytib bering. Birinchi gapirishingiz kerak bo'lgan paytda nima qilgansiz yig'lab? Ha, o'sha pre-intermediate tugatgan bo'lganman, lekin speakingga umuman rivojlanmagan bo'lgan, gapirmagan bo'lganman. Pre-intermediatedan keyin gapirish boshlaganman-da. O'sha paytda advanced guruhga kirib qolganman. O'sha bitta guruhlaringizdan bittasiga advanced, ular hammasi darajasi mendan baland. Keyin qarasam, siz faqat inglizcha gapiryapsiz. Bizda oldin unaqa bo'lmagan. Men vashshe stressga tushib qolganman, shokka tushib qolganman. O'zi shokda bo'lib turibman, keyin siz o'sha artikelni gapirib berasizlar degansiz. Keyin hamma gapiryapti, menga navbat kelgan. Bu yerda o'sha sherigim, men bilan sherigim bor, u ham amallab gapirgan, u ham men bilan leveli bir xil edi. Keyin men kelganda men gapirmayman deganman. Chunki gapira olmasdim. Gapirmayman deganman, hayajonim ham kuchli edi. Keyin siz nima bo'ldi degansiz, gapiring degansiz. Gapirmayman deb yig'lab o'rganman. Keyin o'sha sherigim tashqariga chiqib kelaylik degan, o'sha tashqariga chiqib ketganmiz. Keyin menga aytganman, "Yo'q, men ketaman" deganman. Men gapirmayman deganman. Keyin sumkamni olib chiqib bering deganman. Keyin u "Yo'q, qanaqa qilaman? Yo'q, qo'ymaydi" desa ham, "Ya, bo'pti" deb kirib ketgan. Kirib ketgandan keyin siz bilan birga chiqishgan. Keyin siz o'sha bab olib kirib, gapiring degansiz. Shunda ham bahona o'ylab topganman. O'sha esimda tomon boryapti deganman. Gapira olmayman, tomon boryapti desam ham, keyin baribir gapirtirgansiz. Keyin o'shandan keyin gapirish boshlanib ketgan. Lekin o'shanda ham yaxshi gapirmaganman, lekin bitta tomoni nimaga xursand bo'lganman, chunki esimda qolgan, o'sha siz gapirib bo'lgandan keyin maqtab qo'ygansiz. Ya'ni o'shanda lekin ishonganman. Abdulaziz degan o'sha guruhdoshimiz bo'lardi o'sha paytda. Mana Abdulazizdan ham yaxshi gapirgansiz-ku, gapirdingiz-ku degansiz. Keyin men yaxshi gapirmagan bilganman. Shundan keyin ishlash boshlaganman speakingga. O'sha artikellari uyga borib, speaking qilib, summary qilib, o'sha xulosa qilib gapirib sizga jo'natardik. O'shani eslayman, 10 minut, 15 minut ham gapirardim. 10-15 minut tinimsiz gapirmasdim. Juda ezilib gapiradi boshda. Shunaqa qilib gapirardim. Keyin gapirib, keyin shadowingga o'tganman. O'sha shadowing nima qilasiz? O'sha native speakerlari, haqiqiy inglizlari, speechlarini, nutqlarini olib turib, ularni imitatsiya qilasiz. Ya'ni qanaqa gapirgan bo'lsa, intonatsiyasini, hammasini o'xshatib berishingiz kerak. Ko'p gapirasiz ularni. Ko'p gapirasiz. Keyin shu narsani qilish boshlaganman. Bu narsani ko'p qilganman. Nimaga ko'p qilganman? Chunki o'sha bir marta qilganimda, birinchimida yo 3-marta qilganimdami, siz juda maqtab o'rgansiz. Balki shunaqa bo'lgandir, lekin men o'sha payt ishonganman. Nima degansiz? Haqiqiy sizmi bu degansizda. Haqiqiy inglizga o'xshab gapiryapti-ku, siz emas, boshqa taniydi degansiz. Keyin o'zim xursand bo'lib ketganman-da, keyin o'shandan keyin qilaverganman. Keyin shundan keyin o'sha yaxshilanib ketgan speaking. Juda zo'r. Mana hozir o'sha paytda gapirmasdan ketib qolganingizda sizga juda katta minus bo'lishi mumkin edi. Balki hammada qo'rquv bo'ladi. Qo'rqoq va botirning farqi. Botir qo'rqib tursa ham, hammaning ichida qo'rquv bo'ladi, lekin botir harakat qilib gapiradi. Lekin qo'rqoq qo'rquv bo'lsa, harakat qilmaydi. O'sha joyda sizni majburlaganimning sababi o'sha ichingizdagi qo'rquvni yengib, nima bo'lsa ham, xatomi, to'g'rimi, farqi yo'q deb gapirsangiz bo'ldi deydi. O'shanga majburlaganmiz va gapirgansiz. Shunaqa. Xo'p, endi speakingda mana shadowing qilish orqali yoki boshqa yo'llar bilan oshirgan ekansiz. O'sha paytda rostdan shunaqa bo'lgan, shadowing qilib tashlaganingizda rostdan zo'r chiqqan.
rostdan inglizlarga o'xshab chiqqan. Keyin o'shaning uchun shunaqa deb tashlaganman, aytganman. Xo'p. Endi masalan speaking ketdi. Vocabulary bo'yicha, lug'at yodlash bo'yicha o'zingizda qanaqa tajribalar bo'lgan? Qanaqa yodlagansiz o'zi? Vocabulary bo'yicha o'sha kelganimda o'zimizda o'sha o'quv markazida unit so'zlar qilib chiqarilgan bo'lgan. O'shalar aytishgan, shular yodlash kerak deyishgan. Xo'p deb turib olib yodlaganman. Bilmadim, menda vocabulary yodlash bo'yicha qiyinchiliklar bo'lmagan. Hozir hayron qolaman, o'sha ko'pchilik o'quvchilar aytadi, vocabulary yodlay olmaymiz, nima qila olmaymiz, esimizda qolmaydi, shuncha o'tiramiz, nimagadir menda shunaqa fikr bo'lmaganmi yoki menda unaqa qiyin kechmaganmi? Yo'q, sizning metodingiz qanaqa bo'lgan masalan, so'zga? Nima qilgansiz? Boshida o'sha unit so'zlar chiqarilgan unit so'zlari hammasini sinab ko'rganman vocabularyda ham. Unit so'zlari shunchaki boshidagi unitlar oson bo'lgani uchun shunday qaytarib yodlab ketaverganman. Keyingilarida qiyinlashgandan keyin nima qilganman, umuman bilmaydigan so'zlarimni 10 ta olardim. Bitta tomonni yopardim, o'zbekcha tomonni yopardim, inglizchasiga qarab turib o'zim aytardim o'zbekchasini, keyin inglizchasini yopib o'zbekchasini o'qib turib inglizchasini aytardim. Keyin shunaqa qilib 10 ta qilardim-da, keyin 20 ta qilib qo'shardim, keyin bitta ustidan qilardim, keyin polniy qilib yopib o'zim aytib chiqardim. Keyin o'zimdan so'rashda chalkashtirib qarab aytardim. Keyin sizga yoki boshqa so'rovchiga topshirishdan oldin kimdirdan so'ratardim. Nimaga? Chunki kimdir so'rasa ko'proq esingizda qoladi-da. Kimdir so'rardi oldin, so'ragandan keyin o'sha topshirardim so'zni. Bu bitta usuli bo'lgan. Usullarni ko'pini sinab ko'rganman vocabularyga. Misol uchun effektiv usullaridan yana bittasi o'sha bitta birorta so'z chiqib qoldi, u IELTS levelda ko'proq bo'ladi. Boshida baribir shunaqa yodlashingiz kerak, list qilib yodlashingiz kerak. Usiz vocabularyingizni kuchaytira olmaysiz va bu passiv bo'ladi. Aktiv vocabulary uchun IELTS levelda misol uchun text passage nimadir qayerdadir ko'rib qolgan so'zingizni kontekstni o'zidan olib turib tarjimasini ko'rib, kontekstda qanaqa ishlatilayotganini ko'rardim. O'sha so'zni daftarimga yozib qo'yardim. Keyin o'sha so'z ko'p marta chiqar, uni yodlamasdim. Ko'p marta chiqardi, har safar 2-3 marta qiraverardim yoki daftarni ko'rardim. Keyin o'sha so'z esimda qolib ketardi. Ko'pchilik lug'atni mana bunday noto'g'ri yodlaydi. Misol uchun, men ham bu yoqda 100 ta so'z bo'ladigan bo'lsa, 100 dan hammasini qaytarib chiqaveradi. Bu usul juda samarasiz va vaqtingizni ko'p olib qo'yadigan usul. Siz bu yerda biz ko'pincha fil usuli deymiz, ya'ni filni bittada yeb qo'ya olmaganizdek, 4 usul deymiz, 4 ta bittada tishlab yeya olmaganizdek, buni bo'laklarga bo'lib chiqamiz. 100 ta so'z bo'lsa, 10 ta yoki 5 ta alohida qilib turib, birinchi 5 tani yodlaysiz. Keyin undan keyingi 5 ta yoki 10 ta shunaqa qilib ketma-ket bo'lib yodlasangiz, yodlash osonroq bo'ladi va siz ham shu usulni qo'llagan ekansiz. Juda yaxshi. Xo'p, endi yana bir savol bermoqchiman sizga. Mana IELTS dan tashqari, IELTS 8 dan tashqari sizda SAT sertifikati ham bor. O'sha haqida ozgina aytib bering. O'qigan o'sha jarayonlarni? O'z necha olgansiz SAT-dan? SATga Toshkentga borib tayyorlanganman. O'sha mashhur Marstif o'quv markazida, Ma'rifat Jamolda o'zida ham o'qiganman, ko'p o'qimaganman, 1 oycha o'qiganman. Boshida borganimda levelim qanaqa bo'lgan? IELTS 7,5 bo'lgan va matematikani o'qigan bo'lganman. Matematikam juda kuchli bo'lmagan, lekin medium, ya'ni o'rtacha bo'lgan. Keyin ularda o'sha 3 ta bosqichga bo'lib o'qitishgan. Birinchisi foundation levelda sizda o'sha ingliz tili deyarli yo'q, matematikani ham uncha bilmaysiz. U bosqich bo'lardi. Undan keyin pre-SAT bo'lardi. Pre-SATda siz ingliz tilini ancha yaxshi bilasiz, 7+ yoki 6,5 bo'lishi mumkin va matematikani ham o'rtacha bilasiz. O'sha holatda siz pre-SAT o'qishingiz mumkin bo'lgan. Advanced qanaqa bo'lgan? Advanced o'sha siz SATdan xabaringiz bor, 1200+ natija qilib qo'ygansiz, 1200+ dan oshirmoqchisiz, u advanced deyilardi. Men pre-SATga to'g'ri kelganman, chunki SATdan umuman xabarim bo'lmagan. To'g'ri, birinchi borishimdan oldin onlayn kurs sotib olganman, lekin onlayn kursda samarasini ko'ra olmaganman. Umuman bilmagan sohamda bo'lgani uchun boshida o'qib ko'rganman, lekin zerikarli bo'lgan va uncha yaxshi tushuna olmaganman. Keyin uni ham Ma'rifat Jamol o'zining kursini olgandim. Keyin u kursni to'xtatganman-da, o'sha Toshkentga offlayn o'qishga borganman. O'sha borganda test yechganman. Test yechganimda o'sha pre-SATga qo'yishgan meni. Pre-SATda o'zi 3 oy o'qishingiz kerak, har bitta levelda 3 oydan o'qishingiz kerak. Pre-SATda o'qiyotganimda
ikki oycha o'qiganmanmi, aniq eslolmayman, lekin 3 oy to'liq o'qimaganman-da, sal kattaroq gruppaga sakraganman. Yo'q, u bosqichda emas, 3 oy o'qigan ekanman, keyin mock imtihon bo'ladi. Mock imtihonni o'tganman. 1250 ga olib o'tganman. 1200 plyus olsangiz o'tasiz. Keyin advanced guruhga o'tganman. Advanced guruhda shunaqa bo'lgan. Advanced guruhda 3 oy o'qishim kerak bo'lgan, lekin men 1,5 oy o'qiganman. Ya'ni o'sha hisobda 4,5 oy o'qiganman SATni. 1,5 oy o'qiganman. O'shandan ozgina qismida 1 oychasidani Ma'rifat Jamali o'zi o'tgan, reading qismidan o'tardi. Qolgandan har bitta sectiondan o'zi o'sha English and Maths qismiga bo'linadigan bo'lsa, o'sha English, writing va readingdan iborat bo'ladi. Maths o'sha matematika ingliz tilida bo'ladi. Readingdan Ma'rifat Jamali o'tardi, writingdan Sohiba Sharipova, adashmasam ismlari shunaqa edi. Undan oldin ham Javohir degan o'qituvchim bo'lgan. Keyin matematikadan ham alohida ustoz o'tardi. Keyin shunaqa qilib topshirganman. Topshirganimda 1320 ball chiqqan. O'zim o'sha moklarimni 1400 plyus yechadigan bo'lganman. Mok haqiqiy imtihonda shunaqa chiqqan. Realroq chiqqan deb o'ylayman, chunki unaqa ko'p tayyorlanmaganman. Ya'ni oxirgacha olib borganimda balki balandroq chiqqan bo'lardi. Mana siz SAT ham IELTS ham topshirgansiz va orasidagi farq nimada deb shuni bizga tushuntirib bering, ko'pchilik bilmaydi. O'zi SAT bilan IELTS bir-biriga umuman bog'liq emas, bir-biridan umuman farq qiladi. IELTS bu o'sha ingliz tilini qanchalik bilasiz, shuni tekshirib beradi. Ingliz tilidagi bilmaysiz tekshirib bersa, SAT umuman boshqacha. SAT bu o'zimizni agar tushunarli qilib aytadigan bo'lsa, ko'pchilik aytadi, o'sha DTM testi. Lekin u DTM test formati bir xil emas. Qanaqa jihatdan bir xil? O'sha Amerika yoki boshqa Yevropa universitetlariga bakalavrga kirish uchun test hisoblanadi. O'sha testni topshirsangiz, siz qanchalik oliy ta'limga tayyorligingizni ko'rsatib beradi. English qismiga kelsak, English qismi bor ekan. Xo'p, IELTSga o'xshaydimi desa, yo'q, umuman o'xshamaydi. Unda ham o'sha reading qismida ham hattoki siz faqat tushunishingiz tekshirilmaydi. U yoqda logical thinking, ya'ni mantiqiy fikrlash, keyin o'sha testlarni o'zini har xil o'sha o'zini ham misol uchun IELTSda shunday javob berilgan bo'lsa, SATda yashiringan bo'ladi. Qanaqa misol uchun mana shu holatda autor nimaga ishora qilyapti. Shunaqa holatda savollar beriladi. Reading qismida shunaqa. Writing qismida bo'lsa grammatika, ya'ni u nimaga inglizlar uchun mo'ljallangan. Ingliz tilining grammatikasini chuqurroq o'rgatadi. Punktuatsiya, keyin clause'lar, yana conjunctionlarni bo'lib o'rgatadi. Hamma bog'lovchilar grammatikani chuqurroq qilib o'rgatadi. Unda hammasi test bo'ladi. Grammatikasida o'sha writing deganda ko'pchilik IELTSga o'xshab yozish tushunadi, lekin u yozish emas, chunki o'sha grammatikada test bajarasiz. Uni ham juda detalni yanulari ko'p. Nimalari? Maths qanaqa? Maths lekin DTMdan ancha osonroq, chunki DTM bizda o'sha o'zbeklarda aytgan bo'lardim, o'sha matematikadan o'zbeklar amerikaliklardan ancha kuchli. Matematikadan amerikaliklarda o'sha SATda ham unaqa chuqur o'rgatilmaydi. Ham SATda nima bor? Desmos bor. Desmos bu kalkulyator. Sizga kalkulyator ishlatishga ruxsat beradi. Desmosga siz grafiklarni shunday yozsangiz, o'zi chiqarib beradi, javobini ham ko'rsatib beradi. Ko'p holatlarda shunaqa. O'zbeklarda qanaqa uni yechib chiqishingiz kerak, formulaga qo'yishingiz kerak, nimadir qilishingiz kerak. Ularda shortcutlar ko'proq. Keyin o'sha matematikasida qanaqa mavzular o'tirmaydi? Logaritm bor. Ani hosila o'tilmaydi, integral bo'lmaydi. Ko'proq mantiqiy fikrlash masalalar, business guide, inglizcha masalalar, keyin o'sha hisoblash, shunaqa ehtimollik, probabilitylari bor edi, shunaqa mavzular bor. Qisqa qilib aytganda, amerikaliklar DTM testi desak ham bo'lar ekanda. Amerikaliklar ko'pchilik SAT topshiradi. Bakalavrga, universitetga kirish uchun. Demak, o'sha test O'zbekistonga ham kirib keldi. O'sha test bilan o'sha Amerikaga universitetga kirish mumkin. Hozir SAT haqida gaplar chiqyapti. SAT olgan o'quvchilar O'zbekiston universitetlariga grant bilan qabul qilinishi mumkin degan mishmishlar ham yuribdi. Hali rasman tasdiqlangandimi yo'qmi bilmayman. Xo'p. Demak, shunaqa farqlar bor ekan SAT bilan IELTSda. Demak, tushunishim bo'yicha IELTS ingliz tili darajasini o'lchaydigan test, SAT bo'lsa universitetga tayyormi yo'qmi u? Davom ettira oladimi yo'qmi universitetda?
O'shani tekshiradigan test ekan. Xo'p, endi sizga yana bir savolimiz bor. Demak, SAT va sizda IELTS bor va siz nega Amerikada emassiz? Xo'p, o'zi o'sha SAT o'rganishdan maqsad Amerikaga ketib bo'lmagan boshida. Unaqa maqsadim bo'lmagan. Siz bilan gaplashganimda o'sha SAT o'qib keling, shu yerda SAT ochamiz degansiz. Keyin shu maqsad bilan ketganman. Keyin o'qiyotganimda shu maqsadim bo'lgan, lekin keyin orada sal o'zgarganga o'xshagan, chunki atrofimdagi hamma chet elga topshiraman degan. Keyin men ham o'sha muhitdan qarab turib, men ham chet elga topshirib ko'rsamchi deganman, lekin baribir unaqa kuchli bo'lmagan o'sha paytda. Keyin orada o'sha men bilan o'qiydigan bitta Abdulaziz podkastda ham oldin chiqqan, o'sha Amerikaga grant yutib olib, hozir Amerikada o'qiyapti. O'shandan keyin menda xohish kuchayib ketdi. Nimaga desangiz, chunki o'sha men bilan birga o'qigan, maqsadlarimiz deyarli bir xil bo'lgan. Ko'p nimalarda ham birga qilgan bo'lganimiz uchun. Tug'ilgan kunimiz ham bir xil bo'lgan. Bitta kunda tug'ilganmiz. Shunaqa bo'lgani uchun keyin unga qanaqadir havasim keldi. Amerikada o'qiyapti, yaxshi bo'lsa kerak deb o'yladimda. U qiloldi-ku, menda ham shu natijalar bor-ku deb turib o'ylab topshirishga qaror qilgandim. Orada bir topshirish nimam bo'ldi. Keyin yana yo'q, topshirmadim. Yaxshi, ya'ni bu sizni o'zingizda xohishingizmi yo'qmi aniqlab yetmagansiz yoki? Havas qilganman. O'shandan uni ko'rib turib shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Xo'p, nimaga aynan o'sha dars berishga kirib keldingiz, xo'p? Dars berishga o'zi kichkinalikdan hammada bo'lsa kerak, o'sha kichkinalikdan o'qituvchi bo'laman deb orzu qilmaydi. Menda ham shunaqa bo'lgan, o'qituvchi bo'laman deb umuman hayolimga ham kelmagan. Lekin hayolimga kelmagan bo'lsa ham dars berish, o'zim uyda dars o'tishni yaxshi ko'rardim. Qanaqa dars bo'lmasdi, shunchaki o'ynaysiz, jiyanlaringizni olib chiqib, qo'shnilar, kimda o'zim jiyanim bor edi, doskamiz bo'lardi. O'sha doskada o'zimni o'qituvchi qilib tutib, ularga dars o'tardim. Keyin ular uyga ketardi, shunaqa qilib o'yinlar o'ynardik. Keyin undan keyin o'sha o'qish, bu yoqda o'qish boshlaganimdan keyin, Jon akademiyada o'qish boshlaganimdan keyin orada siz o'sha taklif bildirib qoldingiz. Keyin orada menda shunaqa nima paydo bo'lib qoldi. Sizga o'sha havas qilib, men ham IELTS instruktor bo'lsamchi, o'sha o'quv markazini ham ochsamchi degan narsa paydo bo'lib qoldi. Siz menimcha o'sha narsani eshitganingizdan keyin o'zingiz aytish boshladingiz, shu yerda o'qib, o'zingiz instruktor bo'lasiz, shunaqa bo'lasiz deb aytdingiz. U paytda unaqa jiddiy olmagandim. Keyin oxirroq kelib turib, IELTS topshirganingizdan keyin shu yerda ishlaysiz dedingiz. Undan oldin o'zim bitta o'sha tashabbus deydi-ku, o'shanaqa qilib dars o'tib ko'rdim. 1 oymi, bilmadim, 2 haftami, 3 haftami, qanchadir muddat dars o'tib ko'rdim. Unda speakingdan o'tib ko'rdim. O'sha o'quvchilarga 11-sinf o'quvchilar bor edi. O'sha speakingim yaxshiroq bo'lgani uchun o'sha speakingdan dars berib ko'rdim. Hamma maqtash boshladi o'sha darsdan keyin. Birinchi dars o'tgandan keyin maqtovlar boshlangandan keyin siz davom ettiring deb qoldingiz. Undan keyin IELTS topshirdim. IELTS topshirgandan keyin o'sha support teacher bo'lib o'sha taklif berdingiz, ishlash boshladim. Yordamchi o'qituvchilikdan. Va qanaqa o'zingizga dars berish yoqyaptimi? Qanaqa hissiyotlar bo'lyapti dars berish paytida? Boshida qanaqa bo'ldi, hozir qanaqa? Xo'p, o'sha dars o'tib ko'rgan paytimdayoq menga yoqqandi. Chunki bilmadim, qanaqadir attentionda bo'lish xohlaymanmi? O'sha dars o'tganimda hamma menga qaraydi. Ularga gapiraman, ularga nimadir o'rgataman. O'rgatgandan keyin bo'ldi, o'rgatib bo'lgandan keyin o'sha birinchi kundan keyin hamma o'zining kommentini bildirdi. Kommentlar juda pozitiv bo'lganiga rosa yoqib ketdi. Shundan keyin undan oldin ham o'zi dars o'tish aytganda o'sha o'tib berardim. Keyin undan keyin ham qiziqib ketdim. Hozir ham dars o'tish menga yoqadi. Har safar misol uchun darsimga borganimda agar birorta kayfiyatim yomon bo'lib qolsa, iloji boricha ta'sir o'tkazmaslikka harakat qilaman. O'sha o'quvchilar babulardan nimadir olgan kelgan demanda, darsni har doim o'tib bo'lgandan keyin agar qaysidir kuni kayfiyatim yomon bo'lib, nimadir ta'sir bo'lib, uncha yaxshi o'ta olmagan bo'lsam, rosa siqilaman. Nimaga unaqa qildim? Yaxshi o'tsam bo'lardi-ku deb turib shunaqa siqilishlar bo'ladi. Har safar yaxshi o'tishga harakat qilaman. Ya'ni sizda o'sha dars o'tish falsafangiz qanaqa? Ya'ni qanaqa tasvirlaslik bo'ladi siz dars o'tishingizda? Hop,
yangi har doim metodlarimni yangilashga harakat qilyapman. O'sha boshida to'g'rimi tajribam bo'lmagan, yaxshi o'tolmaganman, boshida nima qilganman? O'sha deyarli yozdirmasdan, misollar nima deydi, mashqlar bajartirmasdan og'zaki tushuntirib ketsa ham tushunadi deb o'ylaganman, chunki o'zim levelimdek ko'rganman, chunki umuman tajribam bo'lmagan. Lekin hozir qanaqa? Hozir asosan darslarimni ingliz tilida o'tishga harakat qilaman. To'g'ri, tushuntirish jarayonlarini o'zbek tilida tushuntiraman, lekin o'sha elementary o'quvchilarimga ham dars jarayonida bo'ldi inglizcha gapiraman. Shu muhitni yaratish yoqadi menga. Ular ham hozir ancha tushunib qolgan. Bu yoqqa birinchi kelganimda begin elementary o'quvchilarga kelib turib, polni o'sha inglizcha gapirib ketaverganman. Bilmaganmanki ular tushuna olmayapti, yo unaqa qila olmayapti. Ular tushunadi deb o'ylaganman. Lekin hozir qanaqa qilaman? Iloji boricha sekin gapiraman. Tushunmagan joyini agar bilib qolsam, mana shu so'z nima degan deb doskaga yozaman-da, o'sha aytgan so'zimni, mana shu so'zni tarjimasini bilishmasa o'zim aytaman. Keyin demak nima deyapman ekan desam, keyin o'zlari tarjimasini aytadi. Shunaqa holatda dars o'taman. Birinchi boshlagan o'qituvchilarda shunaqa bo'ladi. Shuni tushuntirsam bo'ldi, o'quvchi tushunib oladi deb o'ylaydi, lekin o'zini levelda ko'radi. U tushunishni ham sanayotgan bo'ladi. U tushuntirish boshqa narsa, u o'quvchi tushunishi umuman boshqa narsa. Siz tushuntirdingiz degani u tushunib oladi degani emas. Shunaqa bo'ladi boshida ko'pchilik o'qituvchilar boshlagan paytda. Xo'p, juda yaxshi. Va yana bir savol sizga. Hozirgacha bo'lgan o'quvchilaringiz orasida yoshsiz, lekin o'zi kam bo'lsa ham tajribangiz bor dars berish bo'yicha. Shu paytgacha eng mehnatkash o'quvchingiz kim bo'lgan? Kim? Juda qattiq o'qiydigan. Xo'p, shu paytgacha o'zi bitta o'sha ko'p orada uzilish bo'lgan menda. O'sha to'g'ri tajribam bor, lekin o'sha birinchi ish boshlaganimdan keyin orada Toshkentga ketib qolganman. Shu bilan u o'quvchilar boshqa o'qituvchiga o'tib ketgan. Yana kelib, yana ishladim, yana Toshkentga ketib qoldim, yana kelganimdan keyin shunaqa bo'ldi. Shuning uchun ham lekin hozir aytgan bo'lardim, ismini aytib turay. O'sha elementary o'quvchilar o'zi ko'p, lekin haqiqatdan ham ingliz tiliga qiziqib dars qiladi degan o'quvchim, Sarvar degan o'quvchim bor. Hozir element o'sha pre-intermediate-ga o'tadi degan darajada. Qanaqa qiladi? Uyga borib, faqat uyga isfa qilmaydi. O'zi rostdan ingliz tiliga qiziqadi. Uyga boradi, misol uchun qanaqadir videolar ko'radi, phrasal verblar o'rganib oladi yoki idiomalar o'rganadi. Darsga keladi, ustoz men mana bu idiomani o'rgandim, mana shunaqa degan ekan, deb turib bizga o'tgan safar 5 tani idiomani tushuntirib berdi. Mana shunaqa holatda ishlatsa bo'lar ekan deb aytib beryapti. Ko'rib nima deydi? Juda ham quvonib ketasiz, o'quvchi shunaqa qilib dars qilayotganini ko'rganingizda. Qolganlarga ham o'rnak qilib ko'rsataman. Shu Sarvar degan o'quvchim haqiqatdan ham majburligidan qilmaydi deb o'ylayman. Ya'ni uyga borib, o'zi nimadir o'rganadi. Keyin o'tgan safar aytayapti, ustoz men mana shu so'zlarni o'rgandim, mana shu idiomalarni o'rgandim, lekin 10 tasini o'rgangandim deyapti. Bir nechta 7 tasiga dedimi? Xo'sh, shunchasiga gap tuzib chiqdim 3 tadan deyapti. Yana 3 tasiga gap tuzmagandim, shuncha esimdan chiqib ketdi. Demak, gap tuzish chiqish kerak ekan deydi. Undan tashqari speakingda hozir misol uchun pre-intermediate-ga o'tayotgan bo'lsa ham speakingga juda ham yaxshi chiqqan, chunki uyga borib, o'zi speaking tayyorlanib kelib turib, meni darsdan keyin olib qolib, speaking topshirib beradi. Ya'ni darsdan keyin yana sizga speaking topshirib ketadi. Juda yaxshi. Zo'r. O'zingizga o'xshaydigan o'quvchilar ham bormi? O'zingizga qaysidir o'quvchini o'xshatganmisiz yoki hozir o'xshaydigan o'quvchilar bormi? Xo'p, speaking jihatdan o'sha men uyalchang gapirmagan bo'lganimda o'quvchilar ko'p deb o'ylayman. O'sha men ham boshida gapirmaganman, uyalchang bo'lganman. O'sha narsani ularga o'zim ham aytaman. Men ham shunaqa bo'lganman, gapirmaganman, lekin o'sha gapirishingiz kerak deyman. Shunaqa o'quvchilarim ham bor, o'sha uyalib gapirmaydigan. Yaxshi. Zo'r. Xo'p, endi ozgina kitob mavzusida gaplashsak, bilamiz, ko'p kitob o'qiysiz. Va o'zingizda o'sha sevimli kitoblaringizda aytib bersangiz, qaysi kitoblarni yaxshi ko'rib o'qigansiz va sizga yoqqan? Xo'p, o'zi unaqa juda ko'p kitob o'qimayman. O'zi kitob o'qishga yaqinda boshladim. Juda ko'p bo'lmadi, lekin bir ikkita kitoblar ayta olaman. Iymon kitobini, Shayx Muhammad Sodiqning Iymon kitobini o'qib chiqqanim, o'sha kitob menga juda ham boshqacha ta'sir qilgan. O'sha kitobni juda yaxshi ko'raman. Nimaga desa, balki diniy jihatdan o'sha birinchi o'qigan kitobim bo'lganiga yoki rostdan ham zo'r yozilgan kitob bo'lgani uchundir. O'sha kitob keyin undan oldin o'qigan qanaqa qilib
Dale Carnegie'ni qanaqa qilib dos orttirish mumkin, odamlarga ta'sir etish va dos orttirish mumkin kitob bo'lgan. O'sha kitob ham juda yoqqan menga, balki holatimga juda mos tushgani uchun yoqqan deb o'ylayman. Juda yaxshi. O'sha hozir o'qiyotgan o'quvchilarga qanaqa kitoblar tavsiya qilasiz? Ingliz tili o'qiyotgan o'quvchilar uchun. Ingliz tilida? Xo'p, o'zi ham qiyin kitoblar olib o'qisa, ancha zerikarli bo'ladi, o'qimaydi deb o'ylayman. Shuning uchun boshida osonidan boshlash kerak. O'sha Atomic Habits'ni o'qisa bo'ladi, ancha oson yozilgan. Keyin It's That Frog. O'sha boshida o'qigan kitoblarim shular bo'lgan. O'sha kitoblarni o'qisa, o'sha osonlardan keyin qiyinlashtirib borsa. Yo, o'zi kitob o'qish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Aynan readingni oshirish uchun. Yo, umuman shaxsiyat sifatida, shaxs sifatida, inson sifatida. O'qish kerak deb o'ylayman. Chunki fikrlashingizni ancha kengaytiradi. Hayotda, misol uchun, qaysidir joyda qiynalayotgan bo'lsangiz, o'sha kitobdan o'qib turib, to'g'ri yo'llar o'sha odamlar shu qiyinchiliklar bosib o'tgan bo'ladi. Shularni qanaqa qilib yetish mumkin? Shu jihatdan o'rgansangiz bo'ladi. Va diniy kitoblarga kelsangiz, o'sha din tomonidan bilmingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, ularni o'qishingiz bo'ladi. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha, o'zingiz qiziqqan nimadir soha bo'yicha yoki badiiy kitoblar ham o'qisangiz bo'ladi. Lekin men o'zim unaqa badiiy kitoblar o'qimayman. Balki keyinchalik o'qirman. Ko'proq shaxsiy rivojlanish bo'yicha kitob o'qiysiz? Ko'proq shaxsiy rivojlanish bo'yicha. Diniy kitoblarni ham yaqinda qo'shdim. Xo'p, yana bir sizni o'sha o'quvchilaringizdan bir savol kelibdi. Shu hozir mana IELTSdan 8 oldingiz, SATdan 1320 oldingiz va hozir yosh bo'lishingizga qaramasdan o'quvchilarga dars beryapsiz. Ozmi ko'pmi tajribangiz bor va shu darajaga yetishingizga qancha vaqt ketdi va kim sababchi bo'ldi yoki kimlar sababchi bo'ldi deb savol berishibdi. O'zi o'sha boshlayotgandek, ingliz tiliga kirib kelganim ancha oldin bo'lgan. Shu darajaga kelishimgacha, mana shu yoshimgacha sabab bo'ldi deb o'ylayman. 19 ga kirgan bo'lsam, 19 yil ketgandir. Kim sababchi bo'ldi degan savolga faqat bitta odam emas, albatta o'sha ko'pchiligi hissasi bor. Oila a'zolarim hammasi, undan tashqari bujonim va sizni hissangiz ham juda ham katta, chunki siz o'sha ingliz tilini faqatgina o'sha ingliz tilini o'rgatdingiz, to'g'ri, undan keyinchalik ham ko'p o'sha hayotda yordam bergansiz, o'sha kitoblar o'qishga yoki podkastlar ko'rishimga ham, keyin o'sha qaysidir ma'noda SATni ham o'qib kelishimga o'zingiz shunaqa undagan bo'lishingiz ham mumkin. Shu inshaalloh. Yana bir savol berishdi. Ingliz tilini o'rganishni boshlaganingizda maqsadingiz nima bo'lgan? Nima maqsadda boshlagansiz? Boya aytgandek, o'sha hech qanaqa maqsad bo'lmagan. Chunki o'sha kichkinaligimdan o'rgatishgan, 6 yoshligimda o'rgatishgan. To'g'ri, chuqur o'rgatishmagan, lekin o'sha paytda qiziqish paydo qilib qo'yishgan. Shuning uchun maktabda yaxshi o'qib kelganman ingliz tilidan. Qolgan fanlardan ham yaxshi o'qiganman. Shundan keyin hech qanaqa maqsadsiz o'rganib ketaverganman. Qiziqish bo'lgani uchun o'rganib ketaverganman. Lekin aynan qaysidir universitetga kiraman demaganman boshida. Keyinchalik IELTS olish maqsad tug'ilgan. Keyinchalik tug'ilgan bu narsa, shu boshidan to'lmagan. Chunki boshida unaqa urf emasdi. O'sha bizga IELTS olish, keyin IELTS olish bo'lgan, keyin undan keyin shu ishlash. Yaxshi, va yana bir savol berishdi. Vaqtni orqaga qaytargani nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Albatta o'sha vaqt orqaga qaytganda men o'sha maktab paytlarimga qaytgan bo'lardim, chunki maktab paytlarida to'g'ri yaxshi o'qiganman, lekin oxirgi yillarga kelib turib tashlab qo'yganman. Ya'ni qanaqa tashlaganman? Maktab fanlarini tashlaganman. 10-11-sinfda shunaqa bo'lgan. Ingliz tiliga ko'proq urg'u berganman. Shuni qila olganimda boshqa fanlarda ham yaxshiroq olib ketganman. Boshqa fanlar degan hamma fanni emas. Qaysi fanlarni hozir bilishni xohlardim? Geografiyani yaxshi bilishni xohlardim. Unaqa misol uchun davlatlari, poytaxtlari, shu narsalarni yaxshi bilishni xohlayman. Keyin tarixni yaxshi bilishni xohlayman. Lekin o'sha paytda unaqa yaxshi o'rganmagan. To'g'ri boshida o'rganganman, keyinchalik o'rganman. Hozir esimdan chiqib ketgan. Tarixni bilishni xohlardim. Keyin rus tilini. Ingliz tili bilan birgalikda rus tilini ham o'rganishni xohladim. Hali ham kechmasmi? Hali ham kechmas. Har doim rus tilini o'rganaman degan maqsadni qo'yaman. Lekin masalan o'rganaman deyman, bir kundan uzoqqa bormayapti rus tilini o'rganish. Misol uchun birinchi kun o'qishman, lekin hali qunt qilib o'rganish boshlaman dedi. Har doim lekin shu maqsad bor. O'sha rus tilini boshlashim kerak, o'rganishim kerak. Boshlayman, lekin
davom etmayapti oxirigacha. Juda yaxshi. Xo'p, endi yana bir oxirgi savollardan, mana yaqin kelajakdagi rejalaringiz, planlaringiz qanaqa? Shu dars beryapsiz, IELTSda o'quvchilarga ham dars beryapsiz. Qanaqa rejalaringiz bor? Xo'p, birinchi navbatda o'quvchilarimdan hozir rezultat kutyapman. O'zim xo'p rezultatga erishdim. Endi o'quvchilarimni ham shu natijaga olib chiqmoqchiman. Hali masalan Begovatda o'quvchini 8 chiqargan o'qituvchi yo'q deb o'ylayman. Hali o'zi 8 chiqargan o'qituvchi yo'q deyman. Shulardan bittasi bo'lishni xohlayman. O'quvchilarimdan ham 8 natija xohlayman. Va undan keyin o'zimni ham skorimni yangilamoqchiman. Keyin agar vaqti kelsa o'sha teaching bo'yicha ham CELTA yoki shunaqa sertifikatlarga o'qib ko'rmoqchiman. Yanada o'sha teaching yaxshiroq o'rganish uchun. Qanaqa savollar berishimizni xohlagandingiz, lekin berilmadi? Yo'q, hammasi berildi savol. Nima degan bo'lardingiz hozir sizni kuzatib turganlarga? O'quvchilaringiz bo'lishi mumkin, IELTS o'qimoqchi bo'lgan yoshlar bo'lishi mumkin, ota-onalar bo'lishi mumkin. Xo'p, ingliz tilini o'sha ota-onalarga ingliz tilini farzandiga o'sha repetitorga berishini, ingliz tilini o'rgatishni xohlardim. Chunki hozir o'sha hamma ingliz tilini o'rganyapti. O'sha o'zingizdan bilasiz, hozir ingliz tilini bilish plus bo'lsa, keyinchalik bu sizga privilege bo'lmaydi. Bu oddiy holga aylanib qoladi. Siz ingliz tilini bilmasangiz, sizga o'sha ingliz tilini bilmaysanmi deb qarash mumkin. Chunki hozir hamma o'rganyapti. O'sha aholini ham juda ko'p qismi ingliz tilini, hozir ma'lumotlar ham hammasi inglizchada, 90% hattoki inglizchada. Shuning uchun ingliz tilini o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Shu o'quvchilarga bo'lsa, o'quvchilarga o'sha motivatsiyasi tushib ketganda ham qanaqadir yoki ingliz tilida nimadir yaxshi qila olmasa ham darrov give up qilib ketmasligini aytgan bo'lardim. Oxirigacha borib, o'sha ingliz tilini yaxshilab o'rganishni tavsiya beraman. Juda yaxshi. Mana bugun Shirinabonu o'qituvchimiz bilan, ustozimiz bilan podkast qildik. Agar bizni kuzatib turgan o'quvchilar bo'lsa, ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, ustozimizga shaxsan o'ziga qanaqadir savollaringiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, bemalol YouTube'dagi kommentariyaga, izohlarga yozib qoldirishingiz mumkin. Bizni kuzatib borayotganlar Journey Academy'ni ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram, Instagram sahifalarini kuzatib boring. Va shaxsan Shirinabonu o'zlari kirib savollarga javob berish mumkin. Ma'lumot uchun o'qituvchimiz Shirinabonu Bekobod filialimizda, shahardagi Bekobod filialimizda dars beradi. Savolingiz bo'lsa bemalol yozaverasiz. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib qo'yasiz. Xudo xolasa, keyingi sonlarda boshqa ustozlarimizni ham olib chiqib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Xayr, sog' bo'lasizlar.